Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa biz bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi obyektimizni sizlarga to'liq obzorini qilib o'tishga harakat qilamiz. Bu yerimiz koridor bo'ladi. Xudo xolasa koridordan boshlaymiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Bitta-bittadan layklarni gummillatib bosib, kommentariyalarga olovchalar, yurakchalar yozib tashinglar xudo xolasa. Bu videoni mana shunday hammom baniya, hammom, hojatxona, oshxona qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarga maksimal darajada jo'natib qo'yinglar. Butun respublika bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Hozir Qarshi shahridamiz. Keyingi bekatimiz Yakkabog' bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yinglar. Kommentariyaga har xil yurakcha, olovchalarni qo'yib bang'illatib tashlaylar, xudo xolasa. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursanglar, biz sizlarga mana shunday chiroyli holatdagi hammomlarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha albatta. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Savollarga qo'ldan kelgancha javob berib borishga harakat qilamiz. Hammomimizni to'liq obzorini qilamiz. Narx-navolari, ketgan rasxodlarigacha qo'ldan kelgancha aytib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, tanishtirishni boshladik. Bu yerimiz mana shunday koridor bo'lgan. Razmerlari 230 ga 340 razmerda bo'lgan. Shunday koridorga kirganda chap qo'l tomonimizda mana shunday oynamiz mavjud. Oynamizni ham ko'rib turibsizlar. Eshikdan kirib o'ng qo'l tomonimizda mana shunday kulchatirimiz mavjud. Mana shu xonani svetlarini yoqish uchun albatta. Bu tomonimizda esa avtomatlarimiz mavjud. Tepasida mana shunday berkalarigacha yozib qo'ydik. O общийniki mana shuni o'chirsa hamma yo'q o'chadi. A Aristonniki, T Teopli Pavlniki, RKlar razvedka kulchatirlarniki xudo xolasa shunday qilib yozib qo'ydik. Mana hurmatli obunachilar, mana bu yerimizda rezetka avariya holatlarga biror nimaga tashqariga kerak bo'lsa, bu yerimizda kulchatir, ichkaridagi kulchatiri, bu tomonimizda esa mana shunday sushilkamiz mavjud. Hammomdan chiqib, banner sochiqda artini mana shunga ilib chiqib ketsa bo'laveradi. Xonamiz razmerlarini aytdim. Bo'ylari 210 bo'lgan bo'ylari. Xonamiz как положенный, ichkaridagi xonalardan ko'rsataman. Bu xona ham как положенный utopletir bo'lgan. Patologiya и devorlari полный utopletir bo'lgan. Xudo xolasa minivatalarda utopletir qilingan. Xonamiz как termos sifatida bo'lgan. Hozirgi limit bo'lib turgan paytda gaz, tok limit bo'lib turgan paytda mana shunday utopletir vositalaridan ko'proq foydalanish kerak. Sizlarning gazinglarda, elektr energiyalarni maksimal darajada tejab beradi xudo xolasa. Shu maqsadda utopletir qilingan. Pollarimiz stejga bo'yicha qolgan. Bu yerimiz keyinchalik boshqa maqsadda foydalanadi. Bu yerga kafel shart emas dedi uyda egasi, shuning uchun stejga bo'yicha qoldi. Devorlarimiz 40 santimetrli dekor plaslardan foydalanilgan. 40 santimetrli dekor plaslar ko'rib turibsizlar. Mana shunday holatda, chiroyli holatda bitta menimcha. Yo'qsa bittadan like bosib ketinglar. Dekor plaslarimiz qattiq, xudo xolasa, tovushni, shumni o'tkazmaydi, ichkaridan izolyatsiya bo'lgan. Issiqni, sovuqni ushlab beradi qo'ldan kelgancha. Ichkarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, eshiklarimiz mana shu eshigimiz razmeri 180 ga 70 razmerda bo'lgan. Mana shunday atkoslari ham mana shunday dekor plasdan olingan. Dekor plasimiz arzonroq variantlarda bo'lib turibdi. Hozirgi paytga kelib ko'rganda eng arzon variantlarda mana shu dekor plaslar bo'lib turibdi. Bu dekor plasimiz eng arzon emas, arzonidan sal qimmatroq dekor plasimiz yaxshisi. Xo'p, bu yerimiz razdivarga teparoqdan ko'rsat, teparoqdan kafellarda alohida olib qo'ysa, teparoqdan. Kafellarimiz 60 ga 60 matvi kafellardan, mana shunday oq qora kafellardan foydalanganmiz. 60 ga 60 matvi sirpanmaydi mana. Umuman sirpanmaydi, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha mana shunday qilib chiroyli qilib qildik. Bu yog'imizda, bu tomonimizda tahorat olish uchun mana shunday zonamiz mavjud. Tahorat zonani mana shunday 10 cm bordyur ko'tarib alohida qilib qo'ydik, uyda egasining talab va istaklariga binoan. O'zi bu yerga bordyur shart emas edi, uyda egasi iltimos qildi. Bo'lsin dedi, bo'lmay qo'yaversin, xunuk bo'ladi desak, bo'lsin dedi, bo'pti deb bo'g'izib yubordik. Mana shunday holatda bo'ldi mana. Bu yerimiz tahorat oladigan joyimiz. Tahorat oladigan joyimiz 60 cm ga 45 bo'lgan, chuqurligi 30 bo'lgan. Обратный suv tepaga sachramaslik uchun chuqurroq qilingan. Xudo xolasa zo'r holatda turibdi.
Buyog'imizda oyoq sochiq uchun konsol mavjud. Ertalabda yoki любой payt kelganda oyoq sochiq ilinib turadi yoki olib keladi o'zi bilan, ilib qo'yadi, tahoratini oladi, bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Xonamiz ko'plik pol tizimi bilan siydi. Ichiga antifriz qo'yib qo'yganmiz. Ko'plik pollarimiz mana ko'rib turibsizlar. Mana shunday alyuminli ko'plik polda to'qiganmiz. Xudo xolasa umrlari uzoq bo'ladi. Isishlarini hammasini sinab ko'rdik. Zakon esiyapti. Oyoq yalang kafelni ustini bossa oyoqni kuydiradigan darajada isiyapti. Mana shu holatda bo'ldi. Bu yerimizga bakalashka kiydirib qo'yganimiz sababi o'zini kirishkasini topa olmadik. Shuning uchun bakalashkada izolyatsiya qilib qo'ydik desa ham bo'ladi. Suv sachramaydi, suvni qaytaradi. Shuning uchun mana shunday bakalashka kiydirib qo'ydik. Bu yog'imizda Ariston 50 litrli Aristonimiz. To'g'ri shu. 50 litrli Ariston. Bu yerimizda ko'rib turibsizlar, mana shunday shlankalardan ulangan. Mana shu narsalarni ko'pchilik reklama qilyapti internetda. Qo'yilyapti, bular ham xudo xolasa effekti menimcha yaxshi. Mana bu yerimizdan bosim kuchayib ketsa suv oqib turadi, bilasizlar, buni ko'pchilik biladi. Suv tomchilab turadi. Shuning uchun mana shlankasini kiydirib qo'yganmiz. Suv tomchilagan paytda uni ichiga solib qo'ysa ham bo'laveradi. Yoki tahorat oladigan joyda ichiga solib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerimizda atsikashi, ya'ni avariya holat uchun kranlarimiz, kontrol kranlarimiz. Mabodo Aristonga bir nima bo'lsa, unaqa bo'lmasin, misol remont qilingan bo'lsa yoki shlankalar yorilib ketsa, mana shu joyda o'zidan o'chiradi-da. Bunisini ham o'chiradi-da. Bemalol Aristonda shlankani almashtirsa yoki remont qilsa bo'ladi. Shu maqsadda foydalanib qo'yilgan bu narsalarimiz. Ko'pchilik qo'ymaydi bundan. Bundan qo'ymasa, misol hamma rakivina tahorat olgan joylarni o'chirib turib, keyin almashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Biz o'sha hamma yo'lda o'chirmasin-da, mana shuni o'zidan o'chirib almashtirsa bo'laveradigan qilib, mana shunday akkuratniy holatda, chiroyli holatda qo'yishga harakat qildik. Xo'p, bu tomonimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonimizda mana shunday 3 tali filtrlarimiz mavjud. 3 tali filtr ko'rib turibsizlar mana. Suvni tozalab beradi, yumshatib beradi, xudo xolasa chiroyli qilib beradi mana. Mana shu holatda turibdi filtrlarimiz ham chiroyli holatda, adashmasam. Bu yog'imizda rezetka, motorning rezetkasi. Rezetkani balandroq joyga o'rnatdik. Vaqti bemahal filtrni ochganda ichidagini almashtirish uchun, suv sachramasligi uchun teparoqqa o'rnatib qo'ydik rezetkani. O'zi asli pastroqqa o'rnatardik ko'p videolarda. Bu yerda filtr borligi uchun teparoqqa o'rnatdik. Avtomat motorimiz suxoy motor, o'zini o'zi zashita qiladi. Hovuzda suv tugab qolsa 5-6 daqiqa ishlaydi-da, avtomatik o'chadi motorimiz. O'zini o'zi zashita qiladi, kuyib ketguncha ishlamaydi. Mana shu tomonlari yaxshi. Bu tomonimizda vishilkamiz, baquvvat vishilkalardan o'rnatib qo'yganmiz. Qashqadaryoning tonlarini ham bemalol ko'taraveradi, xudo xolasa. Bu yog'imizda kir mashina uchun joy tashlab ketilgan. Mana atsikashi kranlar ham qo'yib ketilgan, kanalizatsiyasidan birga. Shu yerga shunday qo'yiladi, ular yopilib ketadi, orqasida qolib ketadi. Chiroyli holatda turibdi. Bu yerimiz mana shunday ikkitali vilka, rezetka o'rnatganmiz. Kir mashina uchun, oyna uchun. Yoki buni sug'urib turib, fen suqsa ham bo'ladi. Oynamiz sensorli bo'ladi, mana 3 xil tarzda atrofda LED lampalar yonib o'chadi. Rakibinamiz ham suv tushishlari ajoyib, xudo xolasa suv sachramaydi, chiroyli holatda mana. Zakonni turib, xudo xolasa. Raporlari ham joyida. Chiroyli holatda tushyapti. Xo'p, bu yog'imizda vishilka 100 sochiq ilish uchun bo'ladi. Ertalabda 100 sochig'i bilan kirib, ilib, betini yuvib, yana qaytib chiqib ketsa bo'laveradi. Xo'p, xonamiz razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsam, xonamiz razmerlari 240 ga 2 bo'lgan. 240 ga 2 razmerda bo'lgan. Mana shu xonamiz. O'zi asli ichkari xona bilan bu xona bitta xona bo'lgan. O'rtadan peregorodka qilingan. Endigi hozirgi qolgan chista razmeri 2 ga 240 razmerda bo'lgan. Buni ham bo'ylari 210 bo'lgan mana. Bo'ylari 210. Patologimiz ham dekor plas bo'lgan. Bu yerga bitta germetichniy lampa o'rnatganmiz. Xudo xolasa umri uzoq bo'ladi. Germetichniy lampa ancha-munchaga nam-pam emmaydi. Endi ichkarini ko'rsatib o'tamiz. Bu xonamiz mana shu eshikdan kirganda mana eshigimiz ham xuddi shunday 180 ga 70 santimetrlik eshik mana. Ochilib yopilishlari devoni mashinasining eshigi ham bunaqa ochilib yopilmaydi mana, xudo xolasa. Chiroyli holatda. Bu yerimiz dushovoy zonamiz bo'ladi. Dushovoy zona. Shunga kirganda chap qo'lda mana shunday o'tirish uchun mana shunday skameykaga o'xshatib mana shunaqa narsa qo'yib qo'ydik.
bemalol o'tirib, uyda egasini yosh katta onaxoni bor ekan, shu onaxonni olib kelib o'tirgizib, bir yuvuntirish niyatida ekan. Shuning uchun mana shunday narsalarni qilib qo'ydik. Umridan baraka topsin. Xudo xolasa bu xonamiz ham matvi kafel. Hammasini ukloni shunday mana shu tomonga 60 sm trapga qaratilgan uklonlari. Dushovoylarimiz oddiyroq dushovoydan bo'lgan. Oddiyroq dushovoy. Ko'rib turibsizlar, atak xizmati zo'r. Materiallari laton, toza laton bo'lgan. Dushovoyimiz mana ko'rib turibsizlar, mana shu holatda o'rnatilgan. Xudo xolasa chiroyli holatda ishlab turibdi. Bu burchagimizga sovun tampon qo'yish uchun mana shunday 3 burchak polkalarimizni o'rnatganmiz. Bu yerimizga ham oddiy bir sovun qo'yish uchun mana shunday o'rnatganmiz. Suv ketadigan traplarimiz 60 sm li traplardan bo'lgan xudo xolasa. Bu xonamiz razmerini aytib o'tsam 2.120 ga 2.40 razmerda bo'lgan bu xonamiz. Mana shu holatda bo'lgan. Bo'ylari 2.10 buniki ham. Germetichli lampalardan qo'yganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda yoritib turibdi. Bu yog'imizda fortichka mavjud. Fortichkamiz yuvinib chiqib ketayotganda fortichkani ochib qo'yadi, havo almashib chiroyli holatda turish uchun. Vitichka qo'ymadik, fortichka borligi uchun. Bu yerimizda mana shunday vishilkamiz yengil kiyimlarga ilib qotirsa bo'ladi xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tishga harakat qildim. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Butun respublika bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Qo'ldan kelgancha borib, ustozimizdan o'rganganimizni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Sizlardan bittadan like, kommentariyaga olovcha yurakchalarni jo'natib yuboringlar, xudo xolasa maksimal darajada bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Qo'ldan kelgancha bundan keyin yangicha obyektdagi, yangicha dizayndagi hammomlarni sizlarga taqdim etishda harakat qilamiz. Kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol savollaringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda sizlarning savollaringizga xudo xolasa video tayyorlashga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, endi asosiy lavzasi hamma rasxodi qiziq, hammaga rasxodi qiziq. Mana shu 3 ta ko'rsatib o'tgan onam 3 choviga, mana shu ko'rinib turgan 3 ta jihozga hammasiga devori shkaturkasidan tashqari mana shu holatga kelishiga 22 milliondan ortiqroq pul ketdi. Sababi 3 ta xona. Bu sizlar hozir quruq devorni ko'rib turibsizlar. Devorlar orqasida mehnat katta. Anchagina mehnat yotibdi devorlar orqasida. Bu xonamiz ham, keyingi xonamiz ham, перегородкasi ham hattoki patologiya ham как положенный утеплитель bo'lgan. Issiqlikni yaxshi ushashlik uchun elektr energiyasidan isitish tizimi, elektr energiyasi hozirgi paytda tok, gaz limit bo'lib qolgan paytda mana shu narsalardan foydalandik. Xudo xolasa ma'lum miqdorda isitish bo'yicha rasxodini tejaveradi. Boshida to'g'ri rasxodingiz ko'p bo'lishi mumkin, mana shunaqa. Keyingi doimiy rasxodingiz kamayadi. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Xonalarimiz dekor plus variantidan 22 milliondan ortiqroq pul ketdi. Sababi xonamiz kattaroqligi uchun hamma yo'q xudo xolasa komfort bo'ldi deb o'ylayman. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdik. Kimga usta xizmatlari kerak bo'lsa, mana shunday usta xizmatlari kerak bo'lsa, nomerlarimiz pastda bo'ladi. Butun respublika bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha borib qilib berishga harakat qilamiz. Bu yog'i Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm hamma viloyatga xizmat ko'rsatamiz. Qo'shni davlatlarga, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlariga ham xudo xolasa xizmat ko'rsatamiz. Albatta qo'ldan kelgancha bizni qo'limizda mana shu keladi. Bundan ortig'ini qila olmaymiz. Ko'rib turibsizlar mana. Xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha qilib o'tdik. Menimcha ayb yo'q, lekin beayb Parvardigor. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'ldi hamma yoq. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Tugadi.